Assalomu alaykum qadrdonlar, Andijon shahriga yetib kelganmiz. Novostroykada, ya'ni etajlarda kelganmiz. Chiroyli holatda remontlarni qilib berishibdi. Ko'rib havas qilganlar, yaxshi niyat qilganlar, like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga ham eng kamida shunaqangi kvartiralar nasib qilsin iloyim, xudo xolasa. Qaranglar, remontlar juda ham go'zal chiqibdi. Patoloylari, aboylari, eshiklari juda ham chiroyli chiqibdi. Endi bu tomoni mehmonxona, endi bu tomonga o'tadigan bo'lsak, oshxonasini bitta baho beringlar. Hozir Abduvaqqos ukam oldiga kelganmiz, yana bitta oshxona mebelni tayyorlab bergan ekanlar aka. Bitta obzor qilib bering, xudo xolasa, obunachilaringizga chiroyli qilib berasiz deyapti. Akalar, bitta videoda boshida bitta gap aytadigan bo'lsam, internetda har xil bo'lmag'ur videolarga like bosyapmiz, komment yozyapmiz, prosmotrni ko'taryapmiz-da, misol uchun. Endi biz ishlab chiqarish videolarini qilamiz ko'proq. Nimaga? Odamlarga foydasi tegsin degan maqsadda, xudo xolasa, uyingizga, uyni ichiga kerak bo'ladigan mahsulotlarni reklamasini qilyapsiz, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentlar yozib qo'ysalar, xudo xolasa, bir-birimizni poddesh qilsak, xudo xolasa, bundan keyin zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Abduvaqqos, endi bitta qisqacha obzorni qilib beraylik. Albatta. Uzunligi necha metr buni? Uzunligi to'shni 4 metrga, bo'yin balandligi 2,5 metr bo'lgan. 2,5 metr. Xo'p, qanaqa fason bu? Bu aynan bu posonimiz o'zi high-tech Turkiya dizayn. Faqat bu mijozimizga ruchkali qilib tayyorlab berganmiz. Ha, o'zi high-tech fason 3 etajli bo'ladi, ruchkasiz fason bo'ladi. Ruchkasiz bo'ladi. Endi bunga ruchka qo'yib bergan. Ruchkali qilib tayyorlab berganmiz. Tortmali qilib bergansiz. Endi buni egasiga shu ma'qul kelgani uchun, shu komfort bo'lgani uchun shuni tayyorlab berganmiz. Kimga qanaqa? Ruchkasiz desa, ruchkasiz ham tayyorlab beraveramiz. Uni bir problema joyi yo'q, xudo xolasa. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Xo'p, 4 metrga, balandligi 2,5 metr, 3 etajli high-tech fason bo'lgan. High-techda ham ruchkali fasoni bo'ladi, qadrdonlar. Bitta ko'rib baho berasizlar. Tayyorlab berdik, xudo xolasa bu mijozimizga. Endi bu stalishlarsi qanaqa buni? Aka bir qator endi hamma boshidan tushuntirib ketaveraman. Stalishnicasi bu yupqa stalishnicasi. Lekin rossiyskiy stalishnica. Yupqasi. Yupqasi, lekin rossiyskiy. Endi buni agar qalinroq deydigan bo'lsa, 4 sm-lik, u 8 sm-ligi bor. Undan ham tayyorlab beramiz. Undan ham qilib beraveradi. Bu 2,5 sm bo'lsa, u 3 sm, 3,8 sm. Qalinlik. Ikkalasi lekin bitta firma, bitta xudo xolasa xizmat qilib berishi, lekin hali yillarda farq qiladi. Masalan, bittasi 5 yil bo'lsa, bittasi 3 yil xizmat qilib beradi. Shunaqa narsa bu. Juda ham yaxshi. Orqalari kafilmi, granitmi bunaqasi? Bu granit qo'yganmiz. Chunki mana stalistamiz sal maloshniga tortgani uchun shunga endi mana ko'rinishiga moslab turib, bir-biriga moslab patsvet qilib tayyorlaganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan ekan. Rangi ham oq bilan mebel svetda kombinatsiya qilingan. Skromniy ham. Skromniyroq. Hozir endi modasi ham o'tmaydi, bular misol uchun. Yo'q, xudo xolasa buni modasi haligi baribir misol uchun modaga qaramaydigan odamlar bo'ladi-yu o'zi. Nimaga modaga faqatgina ko'proq hali o'zi uchun bunday skromniyroq, oddiyroq variant xohlaydigan odamlar uchun bu endi hech qachon modasi o'lmaydi. Lekin hali faqat modaga qarab turib yuradigan odamlar uchun bunga 1000 bezay bersa ham bu yoqmashi mumkin. 1000. Endi ular uchun aynan unaqa odamlar uchun moda uchun mebel qiladigan bo'lsa, ko'rinish uchun shunaqa narsa xohlasa, Krashin MDFimiz bor, tavsiya qilamiz ularga ham. Ha, ularga ham. Undan shu insonlar, shu odamlar xohlagan komfortni, xohlagan dizaynni chiqarib bera olamiz, xudo xolasa qo'llagancha. Zo'r. Bu tomonda endi menimcha adashmasam, xolodilnik joyi. Xolodilnik o'rni, bu yerga xolodilnik o'rnini joylashtirganmiz. Keyin mana tepalariga endi buni shunaqa holatda qilib joylashtirganmiz. Endi agar montxozxon shunaqa narsalar qo'yadigan bo'lsa, mana polkasi chiqadigan qilib qo'yganmiz. Ha, polkasi ham chiqib oladi. Misol kattaroq narsalar bo'lsa, agar yo'q, unaqa narsa bo'lmaydigan bo'lsa, buni polkasini qo'yib ishlatsa ham bo'laveradi. Polkasi qo'yib ishlatsa ham. Buni ichida buni qaysi birida polka bo'ladigan bo'lsa, misol aka qarang mana. Polkalarni qo'ygan bo'lsak, hammasini polkasi chiqadigan qilib qo'yganmiz. Chiqadigan qilib qo'ygan. Nimaga bir tarafdan ham haligi buni polkasini chiqarib ishlatish mumkin, kattaroq narsa qo'yadigan bo'lsa, unga yana bitta foydali polkasini qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Xo'p, endi bizni o'sha doimiy anaqamiz bor, bitta eshigiga osib beringchi. Qanchalik ishonchli o'zingiz? Aka, xudo xolasa eng yaxshisi-da, hozir mana eshik yopilib olsin, ko'rasiz, ligirovkadan ham chiqmaydi, xudo xolasa, mana pastidan ko'rsa ham bo'laveradi. Zo'r. Ligirovkadan chiqib qolmaydi. Endi bitta ligirovka qilib qo'yib ketganimizdan keyin u gapim bilan ancha xizmat qilib beradi, xudo xolasa. Mabodosiga ligirovkadan chiqib ketadigan bo'lsa ham, mana yerda o'zini mexanizmda ikkita mana shurupi bor. Bir-birini buraydigan bo'lsa, ligirovkasi kelaveradi. Endi uydagi erkak kishilar tushunadi. Juda ham yaxshi. Keyin bu tomonga nima qilgansiz bu tomonga? Aka, bu tomoniga aristoni bor edi ekan. Ariston joylashtirish kerak ekan. Shuning uchun aristonlarini joylashtirib, o'rab berganmiz. Ko'rinmaydigan holatda qilib, shkafga o'xshab tuyulaveradi bu. Eshigini yopib qo'ysiz. Yopib qo'ysiz, chiroyli. Eshigini yopib qo'ysiz, shkaf bor ekan deb tuyulaveradi. Zo'r. Mana bu narsasini ham e'tibor berib qo'yasiz. Buni ikkalasini ham regillarini kesib,
Xudo xohlasa akkuratniy qilib joylashtirib berganmiz. Zo'r. Bundan tashqari bu chekkalari kromka bular, ha? Endi bu kromkasini endi o'zi gapirmadim, chunki hozir mebelchilar hammasi rezina kromka qilyapti. Kromka qilyapti hozir. Hali oddiy kromka qiladigan mebelchilar endi to'g'risi kamayib ketdi hozir. Hammasi o'zi rezina kromka. Nimaga bir tarafdan vaqt tejalyapti, bir tarafdan ham klientlar ko'ngliga shu ma'qul kelyapti. Shuning uchun rezina kromka qilib qo'yapti hamma. Biz ham endi bu rezina kromkani biz endi tayyorlab beramiz, faqat o'ziga moslab tayyorlab beramiz. Masalan, mana shu rangni, mana shu rang ikkalasi bir xil qilib bir-biriga paket qilib tayyorlab beramiz. Mana oq bo'lsa oq, ikkalasi bir-biriga. Oqda ham misol uchun matevisi, glansivisi bor. Mana kromkasi ham buniki ham mateviy chiqadi. Bir-biriga tushadi. Bir-biriga tushsa, xudo xolasa endi hammasi bilan kromkani hammasi bir xil xizmat qiladi. Bir-biriga tushgani uchun chiroyli chiqadi deb o'ylayman. U meni fikrim endi. Zo'r. Hozir qarangda, misol uchun suvga qanchalik chidamli deb o'ylaysiz endi bu tevasini tomini misol uchun bu. Xudo xolasa suvga chidamliligi eng yaxshi, chidamli. Oddiy dispdan qilingani ham chidamsiz, chidamli ham chidamsiz bo'lib qolishi mumkin. Mana shu narsani bitta ko'rsatib qo'yaman. Biz mana bu narsani qo'yib ochib ketamiz-da, aka. Mana shu narsani qo'yib ochib ketganimizdan keyin mana endi mashina qoladi. Ba'zilar shunday santexnik chaqirsa, shunday mashina o'zini ulab qo'yishi mumkin-da. Mana shu atrofiga yaxshilab germetika bersa, mana shunday ko'rinib turibdi. U oddiy odamga ham ma'lum, aqlli odamga ham ma'lum-da. Atrofi ochiq turibdi-da. Mana bu tarafdan suv emmaydi. Mana shu yerdan suv emadi. Shu yerdan suv emgani uchun ishib ketadi bu mebel. Shu yerni yaxshilab germetika bersin, yaxshilab germetika bersa, xudo xolasa ko'ngildagi xizmat qilib beradi. Juda ham yaxshi. Hamma mebel. Xo'p, hamma ma'lumotni berdik, qaraganim. Endi bu pagonometr deganda qanaqa tushunadi? Shuni tushuntirib bering. Pagonometr deganda mana 1 metr bo'ladigan bo'lsa, mana shu tepa past bitta hisoblanadi. Pagonometr. Pagonometr hisoblanadi. Endi ba'zilar o'ylashimcha kvadratimi yoki tepasi alohida, past alohida hisoblab. Yo'q, unaqa narsa emas. Misol 1 metr mana 250, mana shu 4 metr joyiga bo'lgan, bo'yni balandligi 250 bo'lgan. Shu 4 metr hisoblanadi bizda. 4 metr joyga mebel qilindi deb hisoblaymiz. Hozir shu nechi pulga tayyor bo'ldi? Mana shu holatda 4 metrga balandligi 2,5 metr, 3 etajligi nechi pulga tayyor bo'ldi? Buni narxini bo'ladigan narxini, pagonometrini aytib beraman. Endi siz obunachilar. Pagonasini aytsak ham bo'ladi, ha. Pagonometrini 2,5 million so'mdan tayyorlab beramiz. Faqat Toshkentga doğru tayyorlab beramiz. Endi Voha shunaqa shu taraflarga xudo xolasa kelishilgan holatda qilib bermaymiz demaymiz, qilib beramiz. Kelishiladi. Kelishilgan. Masofasi endi o'lchashgani boramiz, boshqa bo'ladi. Shu narsasi borligi uchun borib o'lcha. Endi uni ham mebelni ham anaqa ko'rinishiga qarab, balki u yoqqa ham dastavka ustanovkasini qilib berish mumkin. Boshqa mebellar bo'lib qolsa. Qadrdonlar o'zlaring bitta hisob-kitob qilib ko'ringlar. Misol uchun hamma endi oshxona mebel olishdan oldin internetga kirib, YouTube'ga kirib poisk berib, misol uchun narxlarni surishtiradi, qaraydi, taqqoslab ko'radi. Lekin 3 etajligi bir pagonometri 2,5 million so'mdan hisoblasangiz yaxshi. Juda ham yaxshi. O'zingiz misol uchun hisob-kitob qilib ko'ring, chunki materiallari, mexanizmlari ham yo'g'i joyida, xudo xolasa. Bundan tashqari bu mo'ykasini ham bonusga qo'shib berasiz. Bonuslari sanavash olaversa, biz anaqa obunachilarimiz bonusini. Mo'ykasi, sushilkasi, dastavkasi o'zi 3 ta bo'ldi. Ustanovkasi, dizayn xizmati 5 ta. Bepul. Hamma bepul. 5 ta ketdi. Bundan tashqari boshqa dizayn qilmoqchi bo'lsa ham dizayn qilib berasiz. Biz dizaynni o'zimiz qilib beraveramiz. Dizaynlar qilib berasiz, xudo xolasa. Boshqa ranglar bo'ladigan bo'lsa, kimgadir misol uchun mebel sveti oq yoqmasligi mumkin. Oq bilan qorani kombinatsiya qilsa bo'ladi. Oq bilan rangi shunaqa. Bu hozir o'zi mana akrilimizni eng haligi yaxshi akrilimiz 50 dan oshiq rangi bor. Mana laminat, rossiyskiy laminat. Buni примерно 70 dan oshiq uniki ham ranglar oshiq. Endi u shuncha rang bo'lgandan keyin xudo xolasa albatta bitta rang yoqadi. Hammasini paket qilib, bir-biriga paket qilib tayyorlab. Endi showroomlarimiz ham bor. Agar mabodo, mana shu Andijonning ichidagi mijozlarimiz uchun boshqa joydan kelib, vaqtidan ayamasa kelib, bir yo'l ko'rib ketadigan bo'lsa, boshqa ranglarda ham bunday ko'rsatamiz showroomimizda. Xohlagan rangini tanlaydi. Xohlagan posonini xudo xolasa ko'rsatib tayyorlab beraveramiz. Zo'r. Qadrdonlar, bemalol ekran nomerlariga Telegramdan, WhatsAppdan yo primoy telefon qisalardan bo'ladi. Chiroyli qilib Abduvaqqos ismlari chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.